imtihonda xuddi mana shunaqa bo'lgan 5 tonnalik Isuzu imtihonga qo'yib beriladi. Buni hozir imtihon jarayonida qanday mashqlar bajarish to'g'ri usullarini ko'rsataman. Qaysi shaklda qanaqa mashq bajarsangiz to'g'ri bajarib imtihondan o'tish usullarini birma-bir ketma-ketlikda ko'rsatib chiqaman. Birinchi qiladigan ishimiz, mashinaga kelib o'tirib oldik. Sidinani o'zimizga to'g'rilab, shutlab oyog'imiz steplinaga yetadigan bo'lishi kerak. Steplinani bosgan holatda mashinani o't oldiramiz. O't oldirganimizdan keyin qiladigan ishimiz remen taqamiz. Remen taqdik, sidinamizni to'g'irladik. Bakoylarimizga qaraydigan bo'lsak, bizda orqa balon ko'rinmaydi. Hurmatli obunachilarimiz, mana shu joyiga e'tibor beramiz. Balon ko'rinmaydi. Mashinani endi his qilib, men hozir o'rgatadigan usullar bilan haydashimiz shart. Yuk mashinasi har doim pustay holatida ikkinchi skorda qo'zg'aladi. Steplinani bosamiz. Ikki bularda to'g'ri yetariladi. Qo'ltorimizni tushiramiz. Chap tomonga pоворot yoqamiz va harakatlanishni boshlaymiz start chizig'idan. Start chizig'idan mashinamiz o'tganidan keyin qarashimiz mumkin, pоворotni o'chiramiz. Endi yuk mashinasida polosani yopamiz. 1 metr oralig'ida to'xtagan hisoblanadi. Qaraydigan bo'lsak, kuzov bilan polosa orasi 1 metr. Polosani oldi, polosa yopildi, to'xtaymiz. 1 2 3 4 5 saniyamizda yurishni boshlaymiz. Istakadaga chiqish vaqtida polosani yopamiz, steplinani bosib to'xtaymiz. Xohlasangiz ruchnik bilan, xohlasangiz bez ruchnik ishlashingiz mumkin. Kimga qaysi usul qulay bo'lsa, hozir sizlarga ruchnikni ko'rsataman. Keyingi videomizda bizni kuzatib borishni davom eting. Keyingisida steplinani chiqishni ham ko'rsataman. Оборотni chiqarib olamiz. Mashina qaltiradi, steplinani yarim оборот qo'yib yuboramiz. Mana ruchnikni qo'yib olsam, o'zini xodida mashinamiz chiqadi. Endi qiladigan ishimiz, hozir biz chap tomonga burilishligimiz uchun o'ng polosaga yaqinroq haydaymiz. Polosani bosib qo'yish mumkin emas. Yelkamizni olib keldik va rulni aylantiramiz. Juda ham ehtiyot bo'lamiz. Chap tomon orqa polosaga bosib qo'ymasligiga. Bu tomonimiz polosani bosmayapti. Hozir bu tomonni kirgizib oldik. Bu tomonga qarasak, mashina bilan polosani orasida 1 metr masofa qolyapti.